Jag G8 ni rasrochka asosida olsa bo'ladimi degan akalarga, rasrochka asosida rasmiy olsangiz bo'ladi va 2026 variantlarimiz kirib keldi akalar, katta partiyada. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Videoga like bosing, oxirigacha ko'ring, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Jag G8 imiz 7 kishilik crossover hisoblanadi. 1.5 turbina motor, 180 tot kuchga ega, 100 km rasxodda 8 litr yozilgan. Endi o'zbekchilikda 10 tadan 12 tagacha qilib qo'yaradi akalar. Xudo xolasa, mashinamiz propan tushadi. Rullari adaptivniy kruz kontrol sistemalari, panorama tom, xullas qulaylar, komfortli juda ham ko'p akalar. Rasrochka tartibini so'raganlar uchun mashina narxi 299 million so'm. Rasrochka asosida olmoqchi bo'lganlar 201 million so'm to'lov qiladigan bo'lsa, qolgan statga 12 oyga bo'lib to'lash imkoniyatlari. Xalqimizda bunaqa imkoniyatlar yo'qmidi? Endi o'zini pulini bemalol bo'lib to'lashdan bo'ladi. Agar sizga Jag G8 kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga Jag G8 yozib ketishingiz tanishmasin yoki bo'lmasa pastda ko'rsatilgan nomerga telefon qilsangiz, menejerlar to'liq ma'lumotlar berishadi. Like bosing, do'stlar, jo'natib qo'ying. Bu zo'r yangilik.